Ko'pchilik mendan Qirg'izistonda arashan qo'zlardan, zo'rlardan so'rayotdi ekan. Mana sizga Mana mashlar dollarda chiqaryapti odamlar, to'g'rimi? hamma joyda kelishganda janivar ekan mana. O'zi Qirg'izistonda qo'chqorlarni aka o'zi to'nidan ajratib olinadi aka mana. Suyagi bilan ajrab turadi. Suyagining yo'g'onligi, oyoq kastaklarining uzunligi, oyoqlarini yo'g'onligi undan tashqari dastlabkasi qayergacha bo'ladi aka mana? Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Hammasini olgan. Hammasini olgan. Donalabga nechta bir kelishamiz. Mana go'zalligini qarang aka. Dummalari ham tikka dumba ekan. Ya'ni ushlab ko'rsatsangiz ko'rinaveradi qo'y mana aka. Tarasda sog'liqlarni o'ziga xususiyatlardan bittasi aka. Yemasa ichmasa o'zimga tang. Ko'pchilik mendan Qirg'izistonda arashan qo'zlardan, zo'rlardan so'rayotdi ekan. Mana sizga zo'rlarni topib qo'ydim. Ekran qarshisi yaxshilab turib, like tugmachasini qizartirib qo'yasiz. Assalomu alaykum O'zbegim Chorvasi YouTube kanali obunachilari. Bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi obunachilar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun 30-iyul 2026-yil hafta kuniga payshanba. Biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida akamizni qo'y fermalari kelib akalar mana shunday arashan qo'zlarni hamda talasiz qo'ylardan chiqarib beramiz. Xudo xolasa obuna bo'lishni unutmaysizlar akalar. Bugun sizga narxini yondirib, chiroyli qilib qo'yib beramiz. To'liq ma'lumotini Umidjon akamiz o'zidan beramiz. Umidjon akamiz yaxshimi aka? Assalomu alaykum aka, kelib oldingizmi? Ahvol qalay? Zo'r aka. Bugun zo'rlardan kelibdi aka. Bugun sifat zo'rlardan. Suluvlaridan ham kelganmiz aka. Oq yuz. Toza Bishkek aka bular. Toza Bishkek. Bugun qanaqalardan chiqaramiz endi aka? Bugun aka birinchisiga bu, ikkinchisiga urg'ochilari, uchinchisiga qora qo'chqorlar. Qoralardan. Hammasi Qirg'izistonniki. Hammasi bir joyda qo'y aka. Hurmatli tomoshabinlar, sizga mana shularni bekorga tavsiya qilganim yo'q. Tozalardan. Oq yuz, oq quloq aka, toni ham boshqacha. Mana aka, quyruqlari ochiqlarda. Eng qizig'i ko'pchilik aka men o'ylayapti, bu jundichidan yaxshi chiqmaydi, boshqa deyishyapti. Aka mana sizga jundichidan ham vobshe udor chiqqan variantlardan aka. Sizga qo'rqmasdan mana shularni tavsiya qilib qolamiz aka. Endi Umidjon aka birinchi partiyaga soni nechta aka? Soni 30 ta, to'g'ri. 30 bosh. 30 bosh. Hali sanaganim yo'q aka. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor bular. Yoshlar qancha beramiz aka buni? Yosh oylig'ini aka 4,5 oy, 5 oyga olishsin. 4,5 5 oylik atrofida. 5 oylik. Deyapti aka, mana sizga o'zi Qirg'izistonda qo'chqorlarni aka o'zi to'nidan ajratib olinadi aka mana. Quloq joylashuvlari, quloq garpanoz, eng qizig'i to'ni, dumbalari, quyruqlari hamma joydan aka ajratib olsa bo'ladi. Qo'ydi tushungan odamga buni ko'p maqtashni ham kerak yo'q aka, xudo xolasa. Endi Umidjon aka buni bo'ylarni nechiga beramiz aka? Bo'ylarni aka 70 plyusga beramiz. 70 plyusda. 70 plyusda. Yebichlar yaxshi, xudo xolasa. Yebichlar yaxshi. Yebichlari sog'lom variantda. Xudo xolasa sizlarga tavsiya qilib qolamiz akalar. Mana bitta ikki dona qora keshtanidan bor ekan, qolgan hammasi sariq variantdan ekan. Aynaqa aka, ha. Ikkita qora kashtani bor, qorasi hammasi sariq aka. Sariq variantdan xudo xolasa aka sizga bemalol tavsiya qilib qolamiz mana shu qo'chqorlarni. Inshaalloh aka sababini qiling. Mana shulardan baraka topasiz. Aytyapman, buyulam akalar bilgan bo'lsalaring, mana shu arashan qo'chqorlarda akalar tozalari dollarda sotildi. Ichida mana. Eng pasti. Eng pasti katta ekanda aka, mana qarang suyagini, kattaligini, yo'g'onligini qarang aka. Bilasizlar o'zi Qirg'izistonni Bishkekdan keltirgan qo'chqorlar aka, suyagi bilan ajrab turadi. Suyagining yo'g'onligi, oyoq kastaklarining uzunligi, oyoqlarini yo'g'onligi undan tashqari iligi to'laligi bilan ajralib turadi akalar. Sizga qo'rqmasdan tavsiya qilamiz mana shu qo'chqorlarni. Endi Umidjon aka buni narxini qancha deymiz aka? Aka buni narxini 4,5 dan qo'yib beraman. 4,500 dan. 4,500 dan bir joyga. Kami bormi, o'tadigan joyi bormi? O'tadigan joyi bor aka. Nech pul o'tamiz? Like bosim degan odamga aka 44 dan qo'yib beraman. 4,400 dan. 4,400 dan. 30 tasiga, bir sanariga. 30 ta, bir sanariga mana. Aka bunday gap. Biz ham savdogarmiz, siz ham savdogarsiz. Lekin beher ish bo'lib qolmasin deb turib aka shundan ham ozgina so'rab olaman. Xafa bo'lmasangiz aka. Bo'ldi aka. Hammasini olishadi aka, 30 tasiga bir sanashga to'xtatmasa olishadi aka. Yana oz-moz xayrga o'tib berasiz. 42, 41 degan uy oldim aka, ochiqni aytaman. Qo'ydi sifati zo'r ekan. O ichida kattalardan bor ekan, oq yuzlardan aka. Shuni hisobga olgan holda aka yana 100 ming so'mdan sizdan so'rab olyapman. 4,300 ming so'mdan agar ma'qulchilikda agar xursandchilikda bersangiz olishadi. Aka videoga like bossa sotdim 44 dan. Like bosgan odamga sotiladi. Like bosgan odamga sotdim. Mana men bir bola arzonchiman deyishni kerak yo'q. Mana like bosgan odamga 4,300 ming so'mdan bir sanariga ketdi mana. Barakasini bersin. Hurmatli tomoshabinlar, mana sizga aka 4,300 ming so'mdan aka mana sizga qayerda beryapti aka? Puli arzonlardan sizga topib qo'yaman. Doimiy ravishda bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying. Doimiy ravishda sizga zo'rlarni tavsiya qilib qolamiz. Dastlabkasi qayergacha bo'ladi aka? Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Hammasini olgan. Hammasini olgan. Donalabga nechta bir kelishamiz? Donalabga aka kelishamiz Toshkentgacha bepul.
Ha, donalabga dastlabkasi bepul, lekin summasi qanaqa bo'ladi? Summasi donalabga 100 ming razницasi bor buni ham. 100 ming pilson xohlagan atalashib olishadi. Aynan aka. Gap yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, narx sifat to'g'ri kelsa bemalol pastdan nimalarga chiqsa, kelishtirgan holatda chiroyli qilib uyingizga yetkazib beriladi. O'zi asli aka donalabga ham O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari mavjud, kelishilgan holatda. Lekin donalabga vodiy bo'ylab qilib beriladi. Gap. Hurmatli tomoshabinlar, narx sifat to'g'ri kelsa aloqa chiqasizlar, qo'ldan kelgancha nima imkoniyat bo'lsa qilib beriladi aka. Laykasa tashab beriladi, video syomka qilib beriladi, dastlabga qilib beriladi. Sizdan qoladigan narsa mana shu qo'chqorlarda akalar chiroyli qilib sababini qilib boqsangiz bo'ldi. Xudo xolasa akalar, video oxirigacha kuzatib turinglar. Bundan keyin talasda soliq variantlaridan qo'yib beramiz akalar. Mana shu bitta ko'rsatib qo'ying aka, mana shular dollarda chiqaryapti odamlar, to'g'rimi? Gap mo'ron. Hamma joyda kelishganda jani var aka mana. Tavsiya qilamiz. Olsin 4 million 300 ga mana aka ketdi. Gap yo'q. Video oxirigacha kuzatib turinglar akalar. Inshaalloh buni sababini qilasiz, o'zidan o'zi ko'payadigan variant xudo xolasa. Aka soni nechta bayda? Bayda soni 25 ta. 25 bosh. Hammasi sog'liq a? 25 bosh. Hammasi sog'liq. Yo birata qo'chqor aralash yo'q a birata? Yo bitta qo'chqori bor, bitta qo'shilib ketib qoldi. 24 ta sog'liq, bitta qo'chqor. 24 dona sog'liq, bir dona qo'shib. Jami 25 bosh akalar. Mana o'zlaringiz ko'ryapsiz, qora kashtalardan aka. Zo'rlardan boqaman deganlarga. Akalar tavsiya qilib qolaman. Bunaqa sog'liqlardan olib, chiroyli qilib boqing aka, ko'paytiradigan variant. Inshaalloh sababini qilsangiz bo'ldi. Endi aka buni yosh oyligini qancha beramiz? Buni yosh oylig'ini 3,5 oy, 4 oylikqa beraveramiz. 3,5 oylik atrofida. Xulasa, bir dona sarig'i, bir dona olapakkisi, qolgan hammasi qora kashtan variantlardan ekan inshaalloh. Aka sababini mana shu sog'liqlardan qiling. Inshaalloh qo'rangizni qo'yga to'ldiradigan variantidan mana shular. Mana aka, o'zingiz ko'ryapsiz holatini, qanaqa variantda saqlanganini. Endi aka buni yoshini qancha dedingiz buni? Yoshini 3,5 oy, 4 oy aka. 3,5 4 oylik atrofida. Bo'ylari-chi? Boylari 70 ta. 70 atrofida chiqadi, mana qarang. Mana go'zalligini qarang aka. Dumbalari ham tikka dumba ekan. Ya'ni ushlab ko'rsatsangiz ko'rinaveradi qo'y mana aka. Aha. Yeyapti aka. O'rtanchasidan ushadi. Akalar mana, yana bitta. Pasidan ushyapti bu. Zo'r ekan jonivorlar. Aka bilasizlar, tarasda sog'liqlarni o'ziga xususiyatlardan bittasi akalar gazini uzunligi, oyoqlarni kattaligi, bundan tashqari suyagini yo'g'onligi bilan akalar o'zimizni hisoradan ajralib turadi akalar. Ko'pchilik hisoriga adashtirish mumkin, lekin buni zotini aniqini bilmaymiz, lekin aka hisoridan ham katta bo'lib ketadi. Oxiriga borganda aka buni yoshiga to'ldirib oladigan bo'lsangiz akalar, etepani 85 dan 95 gacha bo'ladigan sog'liqlar variant. Agar yaxshi boqadigan bo'lsangiz 1 metrdan oshiq bo'ladigan sog'liq variant aka mana. O'zlaringiz ko'ryapsiz, oyoqlarini kengligi, dumbalarni tikka dumbaligi, quyruqlari ochiqligini akalar o'zlaringiz ahamiyat berasizlar, xudo xolasa. Aka buni narxini qancha deymiz endi? Aka buni narxini kanalingizga yangimi 4 dan chiqarib bersam xursand bo'laveradimi bunachilar? 4 gacha kelishtiradigan joyi bormi aka? Kelishtiramiz aka. Nech pul o'tamiz aka buni? 100 mingdan o'tib beraman aka. 3 million 900 danmi? Ha. 3 million 900 dan. Hammasiga bitta qo'chqori ham ketadi. Bitta qo'chqori ham ketaveradi, ha. Mana akalar, bitta qo'chqori ham bor aka, lekin 3 million 900 ming so'mdan aka, ozmas xayriga o'tmasangiz bo'lmaydi aka buni. Aka hammasini bir tortarga shunday oldim desin, aha, o'tib beraman. Nech pul o'tasiz? Nech puldan qo'ysam xursand bo'ladi bunachilar. Aka bunday gapda men ochiqni aytaman, men haq tomonman aka, bilasiz. Shuning uchun mana ichida ozg'ini ham bor ekan, kattasi ham bor ekan. 5 qo'l barobar emas o'zi asli, to'g'ri bilasiz. Lekin shu qo'ylarga qarab turib aka, bozorda ko'rib turib sizga aytayapman. Aka, bir sanashda 3 million 800 ming so'mdan sanashadi, chiroyli qilib dastlabkasini ham qilib berasiz. Sotdim aka, qo'lda. Ma'qul kelsa agar shunda ham. 3 million 800 mingdan bir tortarga hammasini sotdim. Xursandchilikda. Xursandchilikman. Barakasini bersin. Aka, buni donalabga qanday kelishamiz uni holatiga qarab? Donalabga aka ozmoz razницasi bor. Plus minusiga o'ynaymiz. Plus minusiga o'ynaymiz. Tanlab olishga, masalan, ixtiyoriy chiqyapti-yu. Mana bitta sarig'i tanlay, mana sarig'i ko'rinib turibdi. Mana sarig'iga iloji bo'lsa mana. Masalan, plus minusiga. Plus minusiga 39 ga aytib ketishaveradi aka sarig'ini. Sarig'ini o'zini, masalan, aytmoqchi bo'lganim 100 ming plus minusiga o'ynaydigan holati bor-a? 100 ming razницasi. Dastlabki xizmatlar qanaqa bo'ladi? Dastlabkasi mendan bo'ladi aka, O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab hammasi ketaveradi. Ha, hammasi ketaveradi. Hurmatli tomoshabinlar, mana sizga tavsiya qilamiz. O'zbekiston bo'ylab akalar 3 million 800 ming so'mdan hammasi o'nga odamga akalar yetib boradi. Undan tashqari donalabga 100 ming so'm pilston xohlaganingizni tanlab oling aka. Donalabga vodiy bo'ylab qilib berasiz dastlabkani. Vodiy bo'ylab aka, qo'y yaxmasa o'zimga tan, bo'y payt. Yemasa, ichmasa o'zimga tan. Hurmatli tomoshabinlar, yemay ichmaganda aka. Borgandan keyin yaxmay qolsa ham o'zimga tan. Bunaqa variantda saqlab bo'lmasdi. Lekin sizga tavsiya qilaman, xudo xolasa narx sifat to'g'ri kelsa, aloqa chiqasizlar akalar, kelishtirgan holatda chiroyli qilib uyingizga yetkazib boriladi. Sizdan qoladigan narsa aka, mana shu sog'liqlardan boqib ko'paytirib aka ertaga
qo'yingizdan baraka topdim. Yana shuna qo'ydan qilib ber deyish nasib qilsa inshaalloh sababini qilsangiz bo'ldi. Bundan keyin qanaqasini qo'yamiz? Bundan keyin aka qo'chqorlar qo'yamiz, Arashan qo'chqorlar. Qo'chqorlarni zo'rlardan qo'yib beramiz akalar. Videoda oxirigacha kuzatib turinglar.